Sintaksis mavzusi bo'yicha 4 ta savol tushadi bizga. Sintaksis mavzusidan testlarni davom ettiramiz. Choose the correct word order. Demak, ko'rib chiqamiz. Always berilyapti. Xo'p. Word orderni o'rganib chiqamiz. Subject plus adverb plus verb. Aynan frequency adverblar always mana shunaqa ravishlar yordamchi fe'ldan keyin yoki asosiy fe'ldan oldin keladi. Tushunarli? Demak, qaysi javob bo'lyapti? I always go to school early. Tushunarli? Xo'p, keyingisi identify the type of sentence. Although it was raining, we went out. Demak, to'g'ri javob C variant bo'lyapti. Chunki although it was raining bu subordinating conjunction bilan boshlangan dependent clause. We went out bu independent clause. Independent clause. Ya'ni mustaqil bitta gap bor, bitta tobe gap bor. Bu complex sentence hisoblanadi.